nimaga to'xtamadingiz? Bu tuzoq edi. Qayerda ko'rgazsa Cobalt buzilib qolganmi? Mana Cobaltmi? Men bugun butun O'zbekiston Respublika bo'yicha Lipoyga vizit tashiyman. Zavodda o'zida Cobalt Midnight 155 million 500 turibdi. Lider Avto City avtosalonida 154 million. Nima deyapti? Xalq uchun shunaqa skidka qilib beradigan mujiklar bormi? Agarlar bo'lsa xalqqa bo'lsin. 154 million ham kerak emas. Ha, qancha? Nitolka respublika bo'yicha avtosalon deysizmi, bozor deysizmi, indeks deysizmi, 8% deysizmi, 16% deysizmi? Любойni ko'raman qani xalq uchun nima qilib berar ekan? Bizdan arzoni bo'lsa, undan ham arzoniga berishga aqlim yetadi. 153,5 millionni olib ketsin, 2 milliondan kamiga. Bormi aql yetadiganlar? Kreditga bo'lsa-chi, boshlang'ich to'lovi qancha? Boshlang'ich to'lov bo'ladigan bo'lsa, style variantlarimizda jigarlar bosh to'lovi 2700 3000 ga o'tirmaymiz maydalab. 2600 dollar bilan olib ketaversinlar. Любой joydan kelsinlar, 2600 dollar bilan style variant. Faqat Andijondan tashqari. Bular 0 probega qanday? 0 2025 5 probeg yo'q ha umuman. 2025 5 probeg, pitno, defekt, pefekt degan narsalar bo'lmaydi berga. Lipoy ustani olib kelib, bergan narsamizga javob beramiz. Bemalol olib ketsanglar bo'ladi. Men bilasizlar, mayda chuyda joylarni reklama qilmayman. Xalqqa kerakli, foydali narsalarni reklama qilaman. Ushbu videoga bitta dona like bosib, yaqinlarga ham tarqatib tashinglar, konkurentlarga ham jo'natib tashinglar. Ular ham bir atvet qilishsin, qani ko'raylik. Bizdan arzoni bo'ladigan bo'lsa, atvet kutib qolamiz. Bitta like-chani bosib, kommentariyani chotga yozsalaring, tez orada bundan ham arzoniga qo'yib yuborishga aqlim yetadi. Gazini bosamiz. Davay o'zbegim!